Botir Rahimov pulni siyosat darajasiga ko'targan ism. 1966-yil 30-iyunda Qo'qonda tug'ilgan. 2001-yilda Capital bankni ochdi va shu bilan moliyaviy imperiyasining yuragini ishga tushirdi. Bank ortidan metall, wolfram va alyuminiy savdosi bilan shug'ullandi. Aynan shu faoliyati uni butun mintaqada mashhur qildi va Botir alyuminiy laqabini berdi. Uning nomi oddiy tadbirkorlik bilan cheklanmagan. Zavodlar, konlar, banklar, mehmonxonalar va hatto sport klublari ham uning qo'liga o'tdi. Paxtakor futbol klubi, O'zbekiston mehmonxonasi va bir qancha sanoat korxonalari. Bularning ortida turli manbalarda yuzlab million dollarlik bitimlar tilga olinadi. Ammo bu yo'l oson emasdi. 2010-yilda u hibsga olindi, nomi qora siyosiy papkalar orasiga kiritildi. Oddiy odam uchun bu so'nggi nuqta bo'lardi, lekin Rahimov uchun emas. U qaytdi. Qaytganda ham yanada qudratliroq va boyroq bo'lib qaytdi. Rahimovning qaytishidan eng katta omil uning siyosiy aloqalari edi. O'zbekiston prezidentining rafiqasi Ziroat Mirziyoyevaning jiyani Diyora Usmonovaga uylangani sir emas. Bu esa uning biznesini nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy darajada ham himoyalanganligini bildiradi. 2025-yil 17-fevral kuni rasmiy sahnaga ham chiqdi. O'zbekiston tennis federatsiyasi raisi bo'ldi. Bu oddiy lavozim emas, balki davlat sport tizimidagi eng yuqori pog'onalardan biri. Federatsiya raisligiga saylanganda unga Olimpiya o'yinlariga tayyorgarlik, xalqaro sport aloqalarini rivojlantirish kabi katta mas'uliyat yuklatildi. Bu esa uning siyosiy maydonga ham qaytganini bildiradi. Botir Rahimovning bugungi kundagi boyligi aniq raqamlarda ochiqlanmagan, ammo uning metall va bank sektoridagi ulkan ulushlari, kapital holdingi, qurilish, sug'urta, oziq-ovqat va sportdagi aktivlari hisobga olinsa, O'zbekistonning eng badavlat insonlaridan biri ekani shubhasiz.